Hozir men sizga bir urinishdayoq sıfırdan B2 natija olish yo'lini o'rgataman. Agar siz sıfır imtihoniga tayyorlanayotgan bo'lsangiz va natijangiz 51-52 atrofida chiqib turgan bo'lsa, meni sizga beradigan xolis maslahatim hozircha imtihon topshirishga shoshilmang. Ba'zi shoshqaloq o'quvchilar borki, ularning natijalari 1-2 marta 51-52 chiqqanini ko'rishadi va men B2 ga tayyor ekanman degan noto'g'ri tushuncha bilan shoshqaloqlik qilib imtihon topshirishadi. Va katta ehtimol bilan bunday o'quvchilar o'zlari xohlagan natijani qo'lga kirita olishmaydi. Agar siz bir urinishdayoq bitta topshirishda B2 natijani olmoqchi bo'lsangiz, avval imtihongacha bo'lgan tayyorgarlik jarayoningizda natijangizni 57, 58, 59 atrofiga chiqarib oling. O'shanda imtihonda bo'ladigan bosimlar, kutilmagan savollar siz natijangizni 4-5 ballga tushirgan taqdirda ham hali ham sizda 52-53 ball bo'ladi va o'shanda bitta topshirishdayoq, bir urinishdayoq o'zingiz xohlagan B2 natijani qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Vaqtingizni, pulingizni va eng asosiysi asabingizni behuda sarflamasdan avval imtihonga yaxshiroq tayyorlaning va keyin bitta topshirib bir urinishda shu o'zingiz niyat qilgan, o'zingiz xohlagan B2 natijani qo'lga kiriting.